Ana kelyapti, ketdik. Assalomu alaykum. Ibrohim aka, charchamayapsizmi aka? Abdulaziz. Ol qo'lingni. Sen pul topib, o'zingdan ketib qolsan. Sen topgan pullarni men davno topganman. Ikkinchi safar meni oldimga keting, so'rashmasdan ketaol. Do'stim, bilaman xato qildim. Ro'zoy ham yaqinlashib qoldi. Kina qudratlarni unutaylik. Meni kechir iltimos. Meni oldimga qaytib kelma. Meni ham gunohkor qilma. Sendaqa takabbur oshnam yo'q men. Mayli oshna, o'rningdan tushib qolarsan. Ko'rishamiz Ibrohim aka. Mashinaning orqasida ayoling o'tirsa, men oldiga o'tirsam ruxsat berasanmi? O'ylab gapiryapsizmi aka? Abdulaziz Ashkuni mashinasining orqasida ayoli bor ekan, shunga to'xtamagan ekan. Ayb senda bo'lsa ham kelib uzr so'rayapti. Aslida takabbur sensan. Egilgan boshni qilich kesmaydi. Oshnangdan borib uzringni so'rab bo'l.